Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Shahnoz opa, yaxshimisiz? Siz omisiz? Men ismim Babasheva Tursunoy, 85-yilgiman, o'qituvchiman. 3 nafar farzandim bor, oilaliman. Men yaqinda Shahnoz opamni psixoanalitik kursini birinchi bosqichini yakunladim. Men kursgacha o'zimdagi holatlarim haqida qisqacha aytaman. Ya'ni menda ruhiy holatimda ko'p tushkunlik, ko'p siqilish, asabiylik menda juda ko'p edi. Hamma narsaga ko'p siqilardim, ko'p tushkun bo'lib qolardim, sal narsaga xafa bo'lardim. O'zimda nihoyatda aybdorlik hissi ko'p bo'lgan. Keyin jismoniy holatimda ham bir qator kasalliklarim bo'lgan. Muntazam surunkali kamqonlik, anemiya va bronxit, ya'ni surunkali shamollash, kuchli shamollash o'pkamda bo'lgan. Ayollar kasalligi bilasiz, ginekologik kasalligim ham bo'lgan, ya'ni men bachadonimda 11 millimetrli mioma aniqlangan. Keyin nihoyatda qabziyatdan qiynalardim. 2,5 yildan beri qabziyat, surunkali, har kuni bosh og'riq. Sog'lig'imda ham, ruhiy holatimda ham aytadigan darajada yaxshi emasdi. Atrofimdagi insonlar bilan ham munosabatimda ham muammolarim bor edi. Ya'ni kelisholmasdim bir xillar bilan. Farzandlarimga ko'p baqirardim, ayamasdan urib tashardim bolalarimni. Turmush o'rtog'im bilan ham jizillab baqirib gap qaytarardim yoki xullas bir-birimiz bilan kelisholmasdik. Keyin men Shahnoz opamni psixoanalitik kursida yozildim, o'qishni boshladim. Ishonasizmi, bir haftada уже menda rezultatlar boshlandi. Munosabatlar bilan ham o'zimga nisbatan ishonchim qandaydir ko'tarildi. Hech ham xafa bo'lmay qoldim insonlar bilan. Va sog'lig'imda muammoyim, gemoglobinim risk ko'tarilib ketdi. Men kursga kelishdan oldin 87 edi, gemoglobinim o'lchatgandim. Atalab o'lchatmaganman, lekin kamqon edim. Orada kurs boshlanganda men borib gemoglobinim o'lchatib ko'rdim. 87 dan 120 gacha ko'tarilgan gemoglobinim. Hozirgi kunda ham bemalol 120, 2 oydan oshgan bo'lsa ham haligacha 120 da gemoglobinim turibdi. Men hech qanaqa gemoglobin ko'tarish uchun bir dorilar, giyohlar, bir vitaminlar iste'mol qilganim yo'q. Men faqatgina kursni boshladim. U ham tasodif bo'lib qoldi. Ambulatoriyaga borganimda gemoglobinimni o'lchatgandim. Birinchisida u bilib o'lchatganman, ikkinchisida qizimni olib borganimda siz kamqonsiz, yana qoningizni o'lchatib keting. Yo, men yaqinda keldim desam ham yo'q, yana o'lchashingiz kerak. Har 2 haftada nazoratda turasiz deb mahallamizda hamshiramiz turib oldi. Keyin kirib o'lchatdim, 120 chiqdi, bo'lish mumkin emas dedi. Nima qildingiz, nima ichdingiz? Yo'q, hech nima ichganim yo'q. Yaxshi, bilmadim nega oshdi dedim, bo'ldi. Yaqinda kurs tugagandan keyin Shahnoz opam qoningizni o'lchatib ko'ring, gemoglobiningizni dedilar. Gemoglobinim o'sha 117 bo'libdi hozirgi kunda. Hamma qator roza tutdim. Qabziyat menda вообще ketdi. Ya'ni ikkita darsdan keyin уже menda qabziyat 2,5 yildan beri qiynab kelayotgan qabziyat menda absolutni yo'qoldi. Mana hozirgacha o'qishimiz boshlanib tugaganga qancha bo'ldi, lekin hech qanday qabziyatdan menda muammo yo'q. Bosh og'rig'im 100% bosh og'rig'idan qutuldim. Chunki men maktabdan ishdan kelib albatta boshimga dori ichardim-da. Har kuni sumkamda har doim dori yurardi. Men dori ichib yurardim, bosh og'rig'i dori. Kursdan keyin kursni o'rtasida уже menda bosh og'riqlari absolutni yo'qoldi. O'zimni tetik sezyapman. Avvallari ishdan kelib uxlab, albatta uxlab olishim kerak edi. Sillam qurib, tinkam qurib, madorim bo'lmay ikkita boshim dahshat og'rib kelardim-da ishdan. Hozir ishdan borib ham hech qanday menda
tanamda og'riq yo'q, bo'shashishlik yo'q, madorsizlik yo'q, madorim, quvvatim o'zimda, tetikman, dadilman. Va menda o'sha 11 millimetrli miyoma bor edi, mushak orasida deydi. O'shanda rosa qo'rquvdim, yig'lab, Shahnoz boshida shunaqa ekan deb. Keyin o'zingiz dedi, nima dorilar ichyapsizmi, nimalar qilyapsiz dedilar. Dori ichyapman dedim. Unda ichayotgan bo'lsangiz, doringizni ham ichaverasiz dedi. Bu kursda parallel ketaveramiz dedi. 9 millimetrga qisqargan, ya'ni 9 millimetr bo'ldi. U 2 millimetr kichrayibdi miyomangiz deb o'ziga borganimda xuddi shunaqa dedi-da. Hayron qoldim o'zim ham. Bu aytdim Shahnoz opamga, rosa menda zo'r rezultat bo'lyapti Shahnoz opa. Qabziyatim ketdi, bosh og'riqdan qutuldim. Tinmay yo'talardim. Yo'talishlarim qoldi Shahnoz opa, rahmat sizga deb doim o'qish paytida, dars paytida ham aytib yurardim, rahmat sizga deb. Natijalarim bomba. Sog'lig'imda o'zim 100%, %90 deylik, mayli, o'zimni sog'lom hisoblayman. Yana ruhiy holatimda ham, atrofimdagilar bilan munosabatim, hatto turmush o'rtog'im menga umuman pul bermasdilar. Sen o'zing ishlaysan, o'zing puling bor deb. Ko'chaga chiqsam ham, biron narsaga, do'konga, bozorga borsam ham hech ham menga pul bermasdilar. Endi hozir rosa pul beradigan bo'lib qolganlar. To'yibga ketyapman, sentrga pul bering desam, qancha deb. Hech ham men hayronman-da, hech ham oldin nega pul, o'zingning oyliging bor-ku deydigan erim, qancha kerak? Shuncha kerak desam, indamay beryaptilar. Bu ham menga hozir shokda, hayron qoldim. Shahnoz opa, rahmat sizga. Men bu kursda o'qiganimdan minnatdorman. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Menga ayniqsa kursda nima yoqdi, qo'rquvlar bilan kurashdim. Nihoyatda katta qo'rquvim bor edi, o'zim bilardim. Hatto o'sha qo'rquvim menga kelsa, miyamga kelsa, tanamda qaltirash boshlanardi. Qo'rqib dirillardim. Bilmayman bu nimaga. O'sha hozir shu qo'rquvimni o'ylasam, menda yengillik his. Men o'sha qo'rquvni yashab o'tdimmi? Qo'rquv уже mendan ketdi-da. Qo'rquvlarim ketdi. Kayfiyatlarim yaxshi, tanamda sog'lig'im yaxshi, oilamda munosabatim yaxshi. Men bu kursga kelganimdan juda ham xursandman. Ayniqsa menda bir ikkita insonlar bor edi-da, yoqtirmasdim. Nimagadir hech ham shu gapini ham eshitgim kelmasdi, shu ko'rmasamdir. Shu insonlarni ko'rsam menda bir hozir qanaqadir salbiy emotsiya chiqmayapti-da. Men oldin ularni ko'rsam asabiylashib, раздражённый bo'lib ketarmidim. Hozir menda hech qanaqa ularga nisbatan menda bir emotsiya bo'linmayapti. Ya'ni bir emotsiyani his qilmayapman o'sha insonlarni ko'rganda. Bu ham albatta psixoanaliz kursini katta natijasi. Men bu kursni o'qiganimda hech ham afsuslanmayman. Shahnoz opamga minnatdorman. Men ko'p narsalar oldim, ko'p anglashlar oldim, ko'p narsalarni tushundim. Qancha kurslarda o'qiganman men ham oldin. Va men aniq ishonch bilan ayta olaman, psixoanaliz kursi bu eng super kurs. Eng insonlarga kerakli kurs. Odamlarni уже tahlil qila boshlaysiz. Uni qomatidan, uni yurish-turishidan, hattoki insonni qati og'riyapti, unda qanaqa qo'rquv bor. Mana shu narsalarni ham biz bu kursda o'rgandik. Shahnoz opamga minnatdorman. Qancha gapirsam, gap tugamaydi. Buni faqat kelish kerak, o'qish kerak, bilish kerak. O'qing, keling. Marhamat. Shahnoz opa, sizga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Allohdan nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.